Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Migrantlar reytingini joriy qilishni taklif qilishmoqda. Sankt-Peterburgda maktabda o'qish uchun hozircha birorta ham migrantlar farzandlari imtihondan o'ta olmagan. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migrantlarga oid qator takliflar bilan chiqdi. O'zbekistonlik xudkush terrorchilar Suriyada Rossiya bazasiga hujum qildi. May oxirigacha dollar 75 rublga tushib ketishi mumkin. RBKning tahlilchilariga tayanib yozishicha, rubl ijobiy geosiyosat, ya'ni Ukraina mojarosini tugatish bo'yicha muzokaralar o'tkazilayotganini Rossiya savdo oqimi ko'payayotgan ortidan mustahkamlashmoqda, deyiladi xabarda. Sankt-Peterburgda reyslar ko'paymoqda. O'zbekiston Airways 15-iyundan Toshkent-Piterga har yakshanba kuni qo'shimcha aviaqatnovni amalga qo'yadi. Toshkentdan jo'nab ketish soat 18:40 dan, Sankt-Peterburgga yetib borish 21:50 da. Sankt-Peterburgdan jo'nab ketish soat 23:20 da, Toshkentga yetib kelish 6:10 da. Hammasi mahalliy vaqt bo'yicha ko'rsatilgan. Migrantlar reytingini joriy qilishni taklif qilishmoqda. Bu taklifni Adolatli Rossiya, ya'ni Spravedlivaya Rossiya partiyasi yetakchisi Mironov bermoqda. Taklifini bosh vazir Mishustinga yo'llagan. Uning so'zlariga ko'ra, bunday reyting xorijlik Rossiya qonunlariga rioya qilayotgani yoki qilmayotganini baholashga imkon beradi. Reytingni past migrantni nafaqat o'zini, balki uning butun oilasini deport qilishlari mumkin bo'ladi. Qizig'i, Mironov reytingni baland migrantlarga qanday imtiyoz, yengillik berish kerakligi borasida lom-lum demagan. Hurmatli obunachilar, siz nima deb o'ylaysiz? Migrantlarning reytingi bo'lsa yaxshimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sankt-Peterburgda maktabda o'qish uchun hozircha birorta ham migrantlar farzandlari imtihondan o'ta olmagan. Ota-onalar jami 14 ta ariza bergan, biroq faqat 2 kishiga rus tilidan test topshirish uchun ruxsat berilgan. Qolganlarning hujjati bilan muammosi bo'lgan yoki ota-ona Rossiyada noqonuniy bo'lgan. O'sha 2 bola ham imtihondan yiqilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada migrantlar bolalari 1-apreldan maktabda o'qish uchun test topshiradi. Bundan tashqari uning va ota-onasining Rossiyada qonuniy yurgani tekshiriladi. 1-sentyabrda Moskva hududidagi migrantlarning registratsiya qilishi qanday bo'ladi? Xuddi shu sanadan Moskva shahri va Moskva viloyatida ishlayotgan va bo'lib turgan xorijliklar sinov tariqasida maxsus mobil ilova orqali migratsiya ro'yxatdan o'tkaziladi. Migrant Moskvaga kelgandan keyin Saxarvadagi migratsiya markaziga boradi va markaz manzili bo'yicha registratsiyaga qo'yiladi. Mehmonxona va hostelda yashayotganlardan tashqari markazda migrant telefoniga maxsus ilovani o'rnatishadi. Migrant shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga va geolokatsiya orqali kuzatishlariga rozilik beradi. So'ngra ilova orqali Ichki ishlar vazirligiga o'zining amalda haqiqatda yashab turgan joyi haqida ma'lumot beradi. Bu uxlash va dam olish kun bo'lgan har qanday turar-noturar manzili bor yoki yo'q joy bo'lishi mumkin. Muhimi, geolokatsiyada ko'rinib tursa bo'ldi. Agar migrant yashash joyini o'zgartirsa, 3 kun ichida yana ilova orqali bu haqda Ichki ishlar vazirligini xabardor qilishi shart. Ya'ni registratsiya uning geolokatsiyasi bo'ladi. Uy egasiga vositachilarga registratsiya qilib berishni so'rab murojaat qilishga hojat qolmaydi. Agar geolokatsiya haqidagi ma'lumotlar kuzatish paytida 3 kundan ziyod kun paydo bo'lmasa, migrantni Saxarvadagi registratsiyasini bekor qilishadi va reyestrga kiritishadi. Bunday sinov 2025-yil 1-sentyabrdan 2029-yil 1-sentyabrgacha faqat Moskva va Moskva viloyatlari uchun o'tkaziladi. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migrantlarga oid qator takliflar bilan chiqdi. Asosiy takliflar bilan tanishing. Ish beruvchi xorijlikni turar joy, tibbiy sug'urta bilan ta'minlashi shart. Tashkilot taklif qilgan ishchisi uchun to'liq javobgarlikni zimmasiga oladi. Shartnoma 1 yilga tuzilishi, keyin esa migrant uyiga ketishi shart. Migrant oilasini olib kelmasligi shart. Migrantning vatanga qaytarish ish beruvchi hisobidan amalga oshirilishi kerak, deyiladi xabarda. Davom etamiz. O'zbekistonda yashashni xohlamaganlar Ukrainaga qarshi jang qilmoqda. Aleksandr Bastrikin
Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrkin ba'zi sabablarga ko'ra O'zbekistonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda yashashni xohlamagan 20 mingdan ortiq fuqaro Ukraina maxsus operatsiyasi tarkibida frontda jang qilayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Tergov qo'mitasi raisi Sankt-Peterburgdagi xalqaro huquq forumida so'z ochdi. Ma'lum qilinishicha, o'z chiqishi davomida u migrantlar va ularning jinoyatchiligi haqida bir nechta asosiy masalalarni ko'rsatgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-mart oylarida migrantlar Rossiyada o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15% ko'proq jinoyat sodir etgan. 2024-yilda esa Rossiyada migrantlar jinoyatchiligi deyarli 1% ga kamaygan. Qolaversa, 2024-yilda Rossiya Tergov qo'mitasi migratsiya sohasidagi mansabdor shaxslarning jinoyatlari bo'yicha 918 ta jinoiy ish qo'zg'atgan. Bastrkin migratsiya muhiti radikalizatsiya haqida gapirgan va ko'plab migrantlar Rossiya jamiyatiga integratsiyalashishni xohlashayotganini ta'kidlagan. U barcha migrantlar uchun majbur biometrik ro'yxatga olishni joriy etishni taklif qilgan. Shuningdek, u migrantlarning oila a'zolari Rossiyada yashashga qarshi chiqqan va migrantlar uchun uy-joy, tibbiy sug'urta va tibbiy xizmatlar ish beruvchilar tomonidan ta'minlanishi kerakligini ta'kidlagan. O'z nutqi davomida Bastrkin migratsiya jarayonlarini nazorat qilishning muhimligini ta'kidlab, Tergov qo'mitasi va yo'nalishda ish olib borayotgani va migrantlar siyosatini kuchaytirishni rejalashtirayotganini bildirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ukraina Mudofaa vazirligi va Bosh razvedka boshqarmasi ko'magida tashkil etilgan "Хочу жить", ya'ni yashashni xohlayman loyihasi Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun Rossiya qurolli kuchlari bilan shartnoma imzolagan 1110 nafar O'zbekiston fuqarosining ism-sharifini e'lon qilgan. Nashr etilgan ro'yxatda kamida 109 kishining o'lgani aytilgan. Ularning eng kichigi 21 yoshga to'lmagan. Eng yosh kattasi esa 62 yoshda bo'lgan. O'zbekistonga o'tamiz. Davlat xavfsizlik xizmati Qozog'istondan giyohvandlik vositalarini olib kelganlarni qo'lga oldi. Ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda Toshkent viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda Qozog'istondan olib kelingan sintetik giyohvandlik vositalarining aylanmasiga chek qo'yildi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, tezkor tadbir davomida Qozog'istondan O'zbekistonga Toshkent viloyatidagi Navoiy chegara bojxona posti orqali kirib kelgan Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi 1983-yil 1988-yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaroga tegishli tibbiy uskunalar ko'zdan kechirilgan. Natijada ushbu uskunalar ichiga yashirilgan umumiy bahosi $1 million ga teng bo'lgan to'ru 1206 kilogramm metafron hamda 3970 kilogramm borligi aniqlangan. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur ishga aloqador bo'lgan Toshkent shahri va viloyatda yashovchi 1992, 93, 95 hamda 2000-yillarda tug'ilgan 5 nafar fuqaro ham qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, ular Telegram messenjeri orqali narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi Rossiya fuqarosining ko'rsatmalarini bajarib kelgan. Navoiy chegara bojxona postida fosh etilgan boshqa holatda esa 1980-yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi tomonidan aravakash sifatida yollangan shaxs Qozog'istonda O'zbekistonga gaz plitasini olib kirgan vaqtida to'xtatilib tekshirilgan. Natijada gaz plitasi ichida 1985 kilogramm alfa PVD sintetik narkotik moddasi borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu giyohvandlik vositasini qabul qilib olgan vaqtda Toshkent shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. O'zbekistonlik xudkush terrorchilar Suriyada Rossiya bazasiga hujum qildi. Rossiya harbiylari Suriyadagi harbiy bazaga 4 nafar xudkush terrorchi tomonidan amalga oshirilgan hujumni qaytardi. Bu haqda Mash Telegram kanali hujum tasvirlari aks etgan video bilan xabar berdi. Qayd etilishicha, xudkush terrorchilardan 3 nafari yo'q qilingan. Ma'lum qilinishicha, hujum 20-may kuni erta tongda Xmeymin aviabazasidan uncha uzoq bo'lmagan Latakiya shahrida sodir bo'lgan. Jangarilar qo'riqlash postlarini yorib o'tishga uringan. Biroq rossiyalik harbiylar ularga qarshilik ko'rsatgan. Otishma natijasida 3 nafar terrorchi yo'q qilingan. Yana biri orqaga chekingan. Unga tankga qarshi granata otish moslamasi bilan hujum qilingan. Ammo u muvaffaqiyatli bo'lmagani hali ham noma'lum. Jangarilarning shaxsi allaqachon aniqlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ularning barchasi O'zbekistondan kelgan va Suriyaning yangi hukumatini tan olmaydi. Diqqat, bog'chada 2 yoshli bola kravatga osilib vafot etdi. Tojikistonning Dushanbe shahrida joylashgan xususiy bolalar bog'chalaridan birida 2 yoshli bola kravatga osilib
qolib vafot etdi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilishicha, ushbu voqea joriy yilning 19-may kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 13:05 da sodir bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, bolalar bog'chasida tarbiyachi sifatida ishlagan 29 yoshli ayol o'z vazifasini loqaydlik bilan bajargan. Bola kunduzgi uyqu vaqti nazoratsiz qoldirilgan va shu paytda ikkinchi qavatdagi karavotdan sirg'anib ketib, bo'ynidan panjaraga ilinib qolgan va bola voqea joyida halok bo'lgan. Loqaydlikka yo'l qo'ygan xodim 2023-yilning may oyidan boshlab mazkur bog'chada norasmiy tarbiyachi sifatida 120 kun ishlagan. 2024-yil 1-sentyabrdan esa rasmiy ravishda tarbiyachi lavozimiga tayinlangan. 2025-yil aprel oyidan u 3 yoshgacha bo'lgan bolalar guruhi bilan ishlay boshlagan. Vazirlikka ko'ra, ushbu ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi 6-maktabgacha ta'lim muassasasida 3 yoshli bolaning bel qismiga qaynoq suv to'kilib ketgandi. Rossiyada o'zbekistonlik va Shimoliy koreyalik migrantlar janjallashdi. Rossiyaning Primorsk o'lkasida joylashgan Arsenov shahridagi qurilish maydonida Shimoliy Koreya va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'ldi. Bu haqda Amurmash Telegram kanali xabar berdi. Hodisa yangi barpo etilayotgan tog' Changi kurortida sodir bo'lgan. Mojaro tushunmovchilik oqibatida yuzaga kelgan va janjal vaqtida taraflar hatto tayoqlardan foydalangan. Biroq janjaldan so'ng ishchilar o'z faoliyatlarini davom ettirgan. Bildirilishicha, O'zbekiston ishchilari va koreyaliklar nimanidir bo'lisha olmay qolgan va bu holat keng ko'lamli mojaro sababiga aylangan. Ishchilar hatto bir-birini temir quvurlar bilan urishgacha borgan. Hodisa yuzasidan hozircha rasmiy organlar tomonidan aniq ma'lumotlar berilmagan, ammo huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu mojaro yuzasidan tekshiruv olib borayotganini ma'lum qilishgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Moskva shahridagi kafelardan birida migrantlar mamlakatning xavfsizlik kuchlari tomonidan ayovsiz kaltaklangandi. O'zbekiston fuqarolari uchun Amerika Qo'shma Shtatlari vizasini olish osonlashishi mumkin. Prezident Tashqi ishlar vazirligiga O'zbekiston fuqarolariga Amerika Qo'shma Shtatlariga kirish uchun viza talablarini yengillashtirish yuzasidan muzokaralar boshlashni topshirdi. Mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejimini joriy qilish niyatida. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi nima uchun Amerika vizasini olish qiyinligini tushuntirgandi. O'zbekiston, Rossiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston fuqarolariga milliy pasport yoki ID karta bilan mamlakatga kirishga ruxsat berishni rejalashtirmoqda. Tashqi ishlar vazirligi bu borada muzokaralarni boshlash kerak. Ma'lumot uchun, hozir Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga ID karta bilan kelishi mumkin. O'zbekistonliklar ham u yerga shu hujjat bilan bora oladi. Rossiyaga qaytamiz. 2025-yil 1-iyundan Moskva transportida yo'l kira narxi yana oshadi. Demak, bitta poyezdka 80 rubl bo'ladi. Hozir 75 rubl. Troyka kartasi bilan 67 rubl bo'ladi. Hozir 63 rubl. Bank kartasi bilan yo'l kira 74 rublga tushadi. Hozir 70 rubl. Bir oylik limitsiz Troyka kartasi to'lovi 3160 rubl bo'ladi. Hozirgi narxi 3070 rubl. Yo'l kirani oxirgi marta shu yil yanvarda qimmat qilishgandi. Xorijda O'zbekiston milliy taomlari restoranini ochadiganlarga xarajatni bir qismi qoplab beriladi. Prezident farmoni, ya'ni faoliyatini yo'lga qo'yish uchun ro'yxatdan o'tish yoki ruxsatnoma olish, ijara, dizayn, zarur uskuna va anjomlar sotib olish bilan bog'liq xarajatlarning 50%, biroq $25,000 oshmagan miqdorda bir martalik subsidiya beriladi. Kanalımizga obuna bo'ling, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.